Abduqodir Husanov tarixga kirdi. City 6-0 hisobida g'alaba qozondi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizdan uzoqlashmang. Obuna bo'lib like bosishni unutmang. Eng tezkor, eng ishonchli va eng so'nggi yangiliklarni faqat bizning kanaldan topasiz. O'tkazib yubormang. Yevropaning yetakchi chempionatlari yozgi tanaffusga chiqqanida butun futbol olamining diqqati AQShda o'tkazilayotgan yangi formatdagi klublar o'rtasidagi jahon chempionatiga qaratildi. Musobaqada jahonning turli mintaqalaridan kelgan 32 ta klub qatnashmoqda. Ular orasida O'zbekiston terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov, to'p tepayotgan Manchester City ham bor. Josep Guardiola boshqaruvidagi shaharliklar birinchi turda Marokashning Vidat klubida 2-0 hisobida yengilgan bo'lsa, ikkinchi turda Birlashgan Arab Amirliklari vakili Al Aynga qarshi maydonga tushdi. E'tiborlisi, bu safar Husanov asosiy tarkibda maydonga tushirildi. Bu uning jamoa safida bir necha oydan so'nggi ilk start bahsi bo'ldi. Uchrashuv City'ning to'liq ustunligida o'tdi. İlkay Gündogan 8 daqiqada hisobni ochdi. 27 daqiqada yosh argentinalik Claudio Echeverri ikkinchi gol muallifiga aylandi. Himoyachilarni bosib ostida qoldirgan Erling Haaland esa tanaffus arafasida penaltini aniq amalga oshirib 3-0 hisobini o'rnatdi. Ikkinchi taymda ham City'ning ustunligi davom etdi. 58 daqiqada Abduqodir Husanov qo'pol harakati uchun sariq kartochka oldi. 3 daqiqadan so'ng esa murabbiy uni Oskar Bob bilan almashtirdi. Bu almashinuv ham o'z samarasini berdi. 75 daqiqada aynan Bob gol urdi. Bundan avvalroq İlkay Gündogan ikkinchi bor raqib darvozasini ishg'ol qilib, dubl qayd etdi. O'yinning yakunlanishiga yaqin esa yozda jamoaga kelib qo'shilgan Rayan Sherki o'z goli bilan hisobni 6-0 ko'rinishga keltirdi. O'yinda 61 daqiqa harakat qilgan Abduqodir Husanov tarixdagi ilk o'zbekistonlik futbolchi sifatida FIFAning yangi formatdagi klublar o'rtasidagi jahon chempionatida ishtirok etdi. Uning nomini yana bir jihatdan ta'kidlash mumkin. Husanov Manchester City safida ushbu musobaqada sariq kartochka olgan birinchi futbolchiga aylandi. Endilikda City keyingi bosqich yo'llanmasini qo'lga kiritgan holda guruhdagi so'nggi uchrashuvni Yuventusga qarshi o'tkazadi. Har ikkala jamoa ham 6 ochkodan jamg'argan bo'lib, bu bellashuv guruh g'olibini aniqlab beradi. Ushbu titanlar to'qnashuvi 26 iyun kuni bo'lib o'tadi. Bizdan uzoqlashmang.